Hammaga assalomu alaykum. 28 haftalik homilam bilan sizlarga bir kunlik vlog. Kechasi amallab uxlashga harakat qilaman. 5-6 ta yaston atrofimga yig'ib olib bo'lsa ham, lekin uyqu men xohlaganday bo'lmayapti baribir. Hozirgi holatim постоянный pastelniy rejimda polniy uyda yotibman, chunki og'riqlar bo'lyapti. Ikkinchimda nimagadir shu og'riqlar bilan juda ham sinalganman. Bugun ko'z tegmasin, ancha yaxshi настроенiyada uyg'onganim uchun uylarimni bir sidra yig'ib olishga o'zimga o'zim qaror qildim. Bo'lmasam bo'lmas ekan. Bundan oldingi videoyimda ko'pchilik dard boshlandi deganimda suv ketgan odam unaqa yurmaydi deb aytishibdi. Sizlar menda homilamni suvi sal kamroq chiqdi, shuni hisobiga vohlidan dard boshlanib qolyapti. O'shaning uchun ham pastelniy rejim faqat yotishi aytgan doktor. Orada shunaqa suhbatga og'riqlar bo'lib turibdi, bel, qo'l ostida juda ham kuchli og'riqlar bo'lyapti. Sizlarda bunaqa og'riqlar bo'lganmi? O'zimga o'zim zavtrak tayyorladim. Ziti choylarimni ichdim. Men atiga 4 kilo ves oldim ikkinchi homilamda. Chunki polideksin mahsulotlarini ichyaman. Uydagi ishlarimni qilib, bugundan kapelnitsam boshlangan. Gemoglobinim 80 bo'lib ketibdi. Orada qizlar surpriz qilib kelishdi va вообще xursand bo'lib ketdim, chunki bugun ko'rishuvda men bora olmadim. Biz уже uyga qaytdik. Erim men ustimdan kulyaptilar. Bu srokda sizlarda nimalar bo'lgan, iltimos kommentda yozinglar.